Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz ham sog'lig'ingizga e'tibor qilib uzluq qo'yganmiz, ahamiyat bermaysizlar. Mana hozir yana bitta patsientimiz keldilar. Ularda ham har doimgidek og'riq, bellarida, oyog'ingizda ham bor edi og'riq. O'sha oyoqlarda ham og'riq bor edi. Mana hozir o'zlaridan eshitasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Mana chap oyog'im og'rib, ololmay kelgandim. Mana bugun 3-licheniyam. Bugun oyoqqa turib ketyapman. Bularga rahmat aytaman. Kelib davolanishlaringni tavsiya qilaman. O'zingizga yoqdimi muolaja? Menga yoqdi, rahmat sizlarga. Yaxshi. Qanaqa og'riqingiz bor edi? Men belimni og'rib, oyog'imga berib o'tgandi, yura olmasdim. Joyimdan tura olmasdim, yura olmasdim. Hozir qanaqasiz? Hozir yaxshi yurib ketyapman. Yaxshisiz? Qani bitta turib ko'rsatingchi. Yurayapman, tikka yurayapman. Enkayib kelgandi bu joyda. Tikka yurayapman yaxshi. Yaxshi. O'tiring. Xo'p, shunaqa holat. Endi biz oldindan holatlari, kasalliklarni oldindan nimaga olmaymiz? Odam uyaladi o'zini holatidan boshqa ko'rsatishga. O'shaning uchun olmaganmiz. Mana hozir o'zlaridan eshitdinglar, muammo qanaqa holatda bo'lganligini. Shuning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qo'ysanglar, aloqaga chiqamiz. Salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qiling.